Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Bugun sizlarga bir ajoyib salat tayyorlab beraman. Buning uchun bizga kerak bo'ladi 5 dona tuxum, mayonez, 100 gram yong'oq, dudlangan tovuq go'shti, anor hamda sir kerak bo'ladi. Bundan tashqari bizga kerak bo'ladi 5 dona kartoshka, 2 dona sabzi, 2 dona qizilcha. Avval bularni yaxshilab qaynatib pishirib olamiz. Bu to'palanchi ukalarimiz dastidan tuxum solish ishidan chiqib qopti. Xullas 5 ta tuxumni paketga solib, uni ham qaynatib olamiz. Kartoshka, sabzi, qizilcha va tuxumimiz pishguncha vaqtdan foydalanib boshqa masalalarni tayyorlab turamiz. Anorimizni ham tayyorlab oldik. Endi navbat sirga. Sirni qirg'ichdan o'tkazib olamiz. Dudlangan tovuq go'shtimizni olib, terisini ajratib, yaxshilab maydalab olamiz. Bu shumtakilar meni hech narsani ko'rmaydi deb o'ylashadi-da. Mana tovuq go'shtimiz ham tayyor. Endi navbat yong'oqqa. Yong'og'imizni ham maydalab olamiz. Tuxumimiz ham tayyor bo'ldi. Hozir postini archib, qirg'ichdan o'tkazib olamiz. Qolgan mahsulotlarimiz ham tayyor bo'ldi. Endi ularni tozalab olamiz. Bu paytda esa ukalarim ish bilan ovora. Kartoshka, qizilcha, sabzilarni mana tozalab oldik. Endi ularni bir maketin qirg'ichdan o'tkazib olamiz. Kartoshka, sabzi, qizilchalarni mana qirg'ichdan o'tkazib oldik. Ana endi eng qiziq joyga keldi. Shu joyni juda ham yaxshi ko'raman-da. O'zimizga yoqqan idishni olib olamiz. Ana endi qirg'ichdan o'tkazib olgan masalliqlarimizni dora shaklida qo'yib chiqamiz. Eng muhimi masalliqlarni ustma-ustma qo'yib chiqamiz. Mayonezni solib qoshiqda tekizlab olamiz. Ana endi navbat yong'oqqa surtilgan mayonezimiz ustiga yong'oqni satib chiqamiz va ortidan dudlangan tovuq go'shtini qo'yib chiqamiz. Xullas, masallig'imiz tugaguncha shu tarzda davom etamiz. Va nihoyat eng oxirgi jarayonga yetib keldik. Ko'rib turganingizdek, salatimizni ustini to'liq mayonez bilan qoplab oldik. Endi uni ustini anor donalari bilan bezab chiqamiz va muzlatgichga 1 soatga qo'yib olamiz. Va nihoyat uzoq urinishlarimizdan so'ng salatimiz tayyor bo'ldi. Qani, kelinglar mehmonga, yoqimli ishtaha.